Bu video aynan siz uchun. U sizni sevadimi? Aqlingizdagi inson sizni sevadimi? Sevadi. Siz uni o'zingizga shunaqa tortyapsiz, u sizni deb yonyapti. Siz uni sehrlab olgansiz va u sizga judayam qanaqadir hissiyot bilan sizni eslayapti, o'ylayapti. Va u hozir yolg'iz holatda, u siz bilan birga o'tkazgan davrlarini, vaqtlarini eslayapti. Va qandaydir kelishuv, o'rtalaringizdagi qandaydir kelishuv bu inson ikkalangizni o'rtalaringizdagi qandaydir kelishuvni buzganligi tufayli munosabatlaringiz uzilgan. Bu inson sizga o'zini boshqacha qilib ko'rsatgan va buni oqibatda sizni holatingiz hozir yaxshi emas. Bu inson sizni juda ham og'ir holatda tashlab ketgan. Sizni hozirgi holatingiz, sizdagi og'riqli holatlar, depressiya, tushkunlik holatida bo'ladigan bo'lsangiz, bu vaziyatingizni sababchisi bu erkak. Aslida bu inson sizni sevmagan, lekin o'zini boshqacha qilib ko'rsatgan. Sevadigan inson sifatida ko'rsatgan va bu sizni imtihoningiz edi va bu imtihondan o'ta olmadingiz. Hozir shuning uchun ham hozirgi vaqtda depressiya, stressli holatdasiz. Bu holatingiz sababchisi bu siz sevgan inson. Bu inson sizga o'zini mana shunday sevadigan inson sifatida ko'rsatgan.